Alla. Muallif Nargiza Usambayeva. 15-qism. Munira va Jamshid o'tirar. Erkakning ko'zlari Muniraga xavotir bilan tikilib turardi. Munira gapni nimadan boshlashni bilmasdi. Gapir, nima demoqchi eding? Jamshid aka, ichimga chiroq yoqsa yorishmayapti, dedi Munira. Bilasiz, hozirgi holatimda menga asabiylash umuman mumkin emas. O'ylamay desam ham bo'lmayapti. Xayolimdan ketmayapti. Nima ketmaydi xayolingdan? Nima bo'lardi to'yingizda? Jamshid jim bo'lib qoldi. 2 haftadan keyin to'yingiz, o'ylayapsizmi shuni? Men shu holimda meni tashlab ketyapsiz. Ovozi titrab gapira olmay qoldi. Qishloqqa o'sha qizning oldiga ketib yashashingizni o'ylayapsizmi? Jamshidning boshi egildi. Siz to'yga qarshilik qilmadingiz. Siz mendan kechdingiz axir. Munira yig'ladi. Jamshid uni quchdi. Bo'ldi Munira, senga asabiylash mumkin emas axir. Menga o'sha qizning raqamini topib bering. Men o'sha qiz bilan o'zim gaplashaman. Jamshid qo'rqib ketdi. Nima? Gaplashaman. Baxtsizlik sari qadam tashlayapman deyman. Erimni tinch qo'y deyman. Munira yig'ladi. Topib bering raqamini. Xo'p. Jamshid telefonni titkilay boshladi. Abror Azimani mashinasida olib kelarkan, unga tayinlardi. Bugun tug'ilgan kun bor. 1 soatlarda boramiz. Kiyimlaringni kiy, 2 ta milliy ko'ylagingni ol. Xo'p, dedi Azima. 1 soatlarda kelaman. Ro'paradagi bekatda kutib tur. Xo'p. Yodlagan milliy qo'shiqlaringni bir eshitib ol. Tayinladi Abror. Eshityapman, dedi Azima. Bo'pti, dedi Abror. Bo'pti, yaxshi aytib oling. Azima mashinadan tushdi. Abror mashinani haydab ketdi. Munira telefondan raqam terib qulog'iga tutdi. Jamshid sekin chiqib ketayotganida Munira so'radi. Shoshmang, ismi nima? O'g'iljon, dedi Jamshid. Nima? O'g'iljon? Muniraning qoshlari chimirildi. Jamshid chiqib ketdi. Munira gaplasha boshladi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum. O'g'iljonmisiz? O'g'iljonman. Shunaqa demoqchi edim, dedi Munira. Men Munira Safayevaman, Jamshid nayni xotini. O'g'iljonning bir zum jim bo'lib qolgani sezildi. Ha, damingiz chiqmay qoldi. Yaxshimisiz opajon? Jonlandi birdan qiz. Sizning muxlisingizman. Muxlisim bo'lganingiz uchun erimga tegmoqchi bo'lib yuribsizmi? O'g'iljon, o'ng qulog'ingiz bilan ham, chap qulog'ingiz bilan ham meni eshitib oling. Erimga tekkaningiz bilan birga yasholmaysiz. O'sha qishlog'ingizda bevadek yuraverasiz. O'g'iljon sukut saqladi. Eshityapsizmi? Dedi Munira toqatsizlanib. Eshityapman. Men homiladorman. Sahraneniyada yotibman. Asabiylash mumkin emas. Shuning uchun to'y bo'layotganiga janjal ham qila olmadim. Bolam borligini qaynonam ham, erim ham biladi. Shunchaki el oldida to'yni qaytarib sharmanda bo'lmaylik deb indashmayapti. Men sizni o'ylab telefon qilyapman. Baxtingizga kuymang deyapman. O'g'iljon qozon yonida turib ovqat qilar, telefonni qulog'iga tutib olganda, u Muniraning gapidan gezarib jim bo'lib qoldi. Eshityapsizmi? Dedi Munira. Eshitdim, lekin qaynonangiz qishloqda bo'lsa ham yashayverasiz, tug'ib bersangiz bo'ldi deyapti, dedi O'g'iljon. Shunga siqilmang opajon, men sizni opamdek ko'raman. Shaharga borganimda ham Jamshid akamga Munira opamni ham chaqiring, teatrga birga tushamiz dedim. Muniraning tutaqib ketgani sezildi. Baqirib yubordi. "O, g'alcha", dedi u o'zini bosa olmay. "Senga qishloqda bevadek yashaysan deyapman. Bevadek yashasang qayoqdan bolang bo'ladi? Meni bolam bor, qornimda deyapman. To'yni qaytar, tegmayman de. Sen tegmayman desang, hech kim qarshilik qilmaydi. Baxtsizligingni oldini ol deyapman. Baqirmang menga. Nega baqirasiz? Qaytarmayman to'yni.
Nega qaytarmaysan? Senga meni erimdan boshqa quriganmi? Baqira boshladi Munira. Yashatmayman baribir. Jamshid akamni yoniga yo'latmayman, bildingmi? O'g'iljonning yuzi burishdi. Shartda aloqani uzdi. O'ziga o'zi ming'irladi. Seni ovozingni eshitishga majburmanmi? Bolam bormish. Cho'pchagingni suvga ayt. Bolang bo'lsa, Jamshid aka uylanmasdilar-da. Hammaning menga Jamshid naga tegyapsanmi? Bir kunda mashhur bo'lib ketding-ey deb havas kelib turganida. Ayniqsa Abbos kuyib o'lay deganida to'yni qaytaraymi? O'zimni o'zim sharmanda qilibmi? O'g'iljonning ensasi qotib ketdi. Telefoni yana jiringladi. O'g'iljon telefoniga qarab bepisand gapirdi. Ko'tarmayman. Javob bermayman. Menga telefon qilib ovora bo'lmang, Munira Safayeva. O'g'iljon jahl bilan qizil tugmani bosdi va ovqatini qilishda davom etdi. Munira tutaqandan tutadi. Asabiylashganidan o'zini bosa olmasdi. Voy megajan, voy isqirt, bosib qo'ydimi? Ko'tarmayman dedimi? Bu kishimga Jamshid akam yoqib qolgan shekilli. Munira opamni ham teatrga chaqiring dedim deydimi? Hali Jamshid akam O'g'iljon bilan gaplashib yuribdimi? Munira o'ylanib qoldi. Uning ko'z oldiga ancha avvalgi voqea keldi. O'shanda u erining telefonida shu ismni ko'rgan. O'g'iljonim deb saqlab qo'ygansiz. O'g'iljon bor ekanmi? Katta deb o'yladim. Demak, o'shanda gaplashib yurgan ekanda. Munira eshikka qarab tutaqib baqirdi. Jamshid aka! Jamshid aka! Jamshid eshikdan xalloslab kirib keldi. Tinchlikmi? Nega baqirasan? Odam emas ekansiz. Noinsof, xiyonatkor. Men nima qildim senga? Hayron bo'lib dedi Jamshid. Baqirma. Senga mumkin emas. Sizga mumkin-a? Ikkinchisiga uylanish. Pismiq. O'g'iljon bilan SMSlashib yurgan ekansiz-ku. Xo, o'shanda u SMS yozgan ekanda. Men nima dardda yuribman, siz esa... Munira yig'lay boshladi. Jamshid gap topa olmay qoldi. Munira yig'lab yana Jamshidga qaradi. Vijdoningiz qanday qabul qildi? Munira bolamiz bo'lsin deb yugurib yuribdi. Men nima qilyapman demadingiz-a? O'g'iljon to'yni qaytarmayman dedi. Nimalar deb va'da berdingiz unga? Ko'nglingiz yosh qizni qumsab qoldimi? Aytib qo'yay. Meni ko'zlarim yosh bilan baxtga erisha olmaysiz. Qo'ymayman u bilan yashashingizga. O'ldiraman. Sizni ham, uni ham. Jamshid qo'rqib ketgani sezildi. Abror mashinasida Azima chiqadigan bekat tomon keldi. Bekat yoniga kelib to'xtadi va bekatga qaradi. Bekatda odam ko'p, Azima yo'q. Biroz kutib o'tirdi. Keyin Azima keladigan tomonga qaradi. Telefon qildi. Gudok ketdi, lekin Azima ko'tarmadi. Abror yana telefon qildi. Yana gudok ketdi. Azimadan javob yo'q. Obbo, nega ko'tarmaydi bu qiz-a? Dedi o'ziga o'zi Abror. Munira opaga qilaychi. Abror endi Muniraga telefon qildi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Munira darhol javob berdi. Abror, tuzukmisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi opa? Shukr, yaxshiman. Opa, Azima chiqib ketdimi? So'radi Abror. Qayoqqa chiqib ketadi? Hayron bo'ldi Abror. Bugun tug'ilgan kun bor edi. Mini konsert. Shunga kiyimlaringni olib 1 soatda chiqib tur degandim. Chiqmabdi. Uyga kelgani yo'q, dedi Munira. Hazillashmang opa, dedi Abror hayron bo'lib. Tashlab ketganimga 1 soat bo'ldi. Tug'ilgan kun borligi uchun atay ishimizni erta tugatganman. Abror, hazillashmayapman. Azima uyga kelmadi. Nima? Abrorning ko'zlari katta-katta bo'ldi. Davron o'zining klinikasida operatsiyadan chiqib, charchab xonasiga kirib keldi. Xudoga shukr, tugatib oldik. Davron kresloga o'zini tashladi. Ko'zlarini bir zum yumib yotdi. Keyin telefonini olib internetni kuzata boshladi. 2-3 videoni ko'rgandan keyin Eldor Erkinni intervyusi chiqib qoldi. Davron jiddiy tortib Xushnidaning intervyusini eshitdi. Obbo, bu blogerlar tushunmasdan gapirib chiqibdi-ku, dedi Davron. Davron videoni o'chirib Xushnidaga telefon qildi. Assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Xushnidaning narigi tomondan ovozi eshitildi.
Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima bu, internetda mashhur bo'lib yuribsan? Dedi hazilga burib Davron. Xushnida bu paytda klinikada o'z xonasida edi. Hozir shuni ko'rib asabiylashib o'tirgandim, dedi u erining savoliga javoban. Tibbiyotni tushunmaydi, birdan xulosa qilishadi. Nega shoshqaloq ekan bu yoshlar? Sen tatib, yoningga o'tkazib tushuntirmadingmi? Quloq solarmidi? Kuyindi Xushnida. Uning xayolida go'yoki men aybimni yopish uchun uni to'xtatayotgandek ko'rindim. Tavba, oddiy xalq tushunmaydi. Rostdan seni ikki xil gapirdi deb o'ylaydi. Men ham shuni o'ylab siqilyapman. Lekin shifokorlar tushunadi-ku. Xulosa beradigan, munosabat bildiradigan xalqda Xushnida, dedi ayoliga achinib Davron. Seni yomonotlik qilibdi-da bu bloger. Eng yomoni, uning intervyusini darrov boshqalar ham o'z kanaliga qo'yib tarqatibdi. Yashin tezligida tarqaydi endi. Endi nima qilaman? Boshim qotib qoldi. Yana chiqish qilasan-da, tushuntirdi Davron. Uyga kelchi, o'ylab ko'ramiz. Rahmat dadasi, ichimdagi xavotir biroz pasaydi. Bo'pti, gaplashamiz, dedi Davron. Bo'pti dadasi. Xushnida telefonini o'chirarkan o'q tortib qo'ydi. Abror asabiy mashinasidan tushib, yana Azimaning telefoniga qo'ng'iroq qildi. Gidok ketdi, lekin javob yo'q. Kecha tug'ilgan kun borligini bilardi. O'ziga o'zi dedi Abror. Aytganlarimni so'zsiz bajarayotganda, bu qizga bir nima bo'lgan. Yo'ldan o'tayotganda mashina urib ketdimikan? Abror yo'lga alanglab qaradi. Yana o'ziga o'zi gapirdi. Biror yomon odamlar o'g'irlab ketdimikan? Uff. Abror bekatda haykaldek turar, miyasi ishlamasdi. Noiloj asabiylashib yana qo'ng'iroq qildi. Gudok ketdi, javob bo'lmadi. Abror battar asabiylashdi. O'g'iljonning onasi Zulfiya uyida boshini bog'lab olib, inqillab yotardi. Uning yoniga O'g'iljon kirib keldi. Oyi, boshingiz yaxshi bo'ldimi? Ha, biroz yaxshi. Oyi, O'g'iljon birdan to'xtadi. O'zi boshingiz og'riyapti. Battar og'ritmay, dahshat voqea bo'ldi. Ha, mayli. Nima bo'ldi? Qo'ying, o'zi qon bosimingiz chiqib yotibdi. Aytmay qo'ya qolay. Ichimni qizdirding, dedi Zulfiya. Endi chiqmaydimi qon bosimim? Yaxshi bo'ling, keyin aytaman. Ayt, bilolmay yorilib o'lganimdan ko'ra eshitib o'lganim yaxshi, dedi onasi. O'g'iljon kuldi. Menga kim telefon qilganini bilsangiz yuragingiz yoriladi. Biram mijg'ovsan, gapir tez-tez. Menga Munira Safayeva telefon qildi. Maqtangandek dedi O'g'iljon. Zulfiyaning ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'ldi. Hovliqqanidan boshdagi ro'molni yechib oldi. Nima deydi? Homiladorman, erimga tegma, baxtsiz bo'lasan, yashatmayman deydi. Voy, homiladormikan? Qo'rqib ketdi Zulfiya. Endi nima bo'ladi? Jamila xola kelinim tug'mas degandi-ku. Bola bo'lsa Jamshid nayni qo'yib yormaydi-ku. To'yni qaytaramizmi? Oyi, biram soddasiz mening ichimni kuydirish uchun aytdi. Homilador bo'lsa qaynonasi to'yning harakatiga tushmasdi. Jamshid aka ham menga yaxshi gapirmasdi. Zulfiya o'ylanib qoldi. Keyin so'radi. To'g'ri aytasan. Sen nima deding? To'yni to'xtatmayman deb o'chirib qo'ydim. Rosa telefon qildi, javob bermadim. To'g'ri qilibsan, ko'tarma. Ma'qulladi ona. Lekin yashashing oson bo'lmaydi. Hali ham o'ylab ko'rish kerakmi? Nimasini o'ylaysiz, oyi? Dedi beparvo O'g'iljon. Butun dunyo bilib bo'ldi. Hamma yoqda meni Jamshidnayning yosh xotini deb yozishyapti. Mashhur bo'lib ketdim. Shaharga borsak hali bizni ko'rib qolsa intervyu ham olishadi. Nega endi men shuncha obro' mashhurlikdan voz kechishim kerak? Jamshid akamning onasi men sen tomon bo'laman degan. To'g'ri, ish qilib baxayr bo'lsin. Zulfiya baribir o'ylanib qoldi. Abror Azimani bekat atrofidan izlay boshladi. U odamlarga telefondan Azimaning rasmini ko'rsatib so'rashga tushdi. Bir ikki odam yelka qisdi. Boshqasi ko'rmadim dedi. Abror butkul o'zini yo'qotdi. Nahot qizni kimdir o'g'irlab ketdi. U baribir yana qidirishga tushdi. Sal naridagi muzqaymoqxona tomon yurdi. Uzoqdan muzqaymoq degan yozuv ko'rinib turardi. Muhabbat haqidagi zamonaviy qo'shiq yangrab turar,
Sardor va Azima o'tirardi. Ularning oldida muzqaymoq solinadigan 4 ta idish bo'sh turardi. "Yana yeysizmi?" so'radi Sardor. "Yo'q, bo'ldi", dedi Azima. "Mazza qildim. Zo'r ekanda o'zi. Qishloqqa qachon borasan?" "Bilmadim. Ruxsat berishsa borardim." "Birga borib kelamizmi?" so'radi yigit. "Shunaqa qilsak bo'ladi", ma'qulladi Azima. "Birga borib qaytamiz." "Qachon ketamiz?" "Menga qolsa hozir ketardim." "Ketdik hozir", dedi kulib Sardor. "Boyagidek boshqa yuragimni yorma." Sardor tag'in kuldi. "Yomon qo'rqitding-a. Juda aniq o'g'ri dedim seni." Azima ko'z oldida sal avvalgi voqea jonlandi. O'sha payt u Abrorning mashina ketguncha ortidan qarab turdi. Keyin endi yurmoqchi bo'lganida bekat tomondan orqasidan Sardor kelib, qo'llari bilan yuzlarini yopdi. Azima hayron bo'ldi. "Kim bu?" Sardor uning ko'zlari ustida barmoqlarini qattiqroq bosib yurg'izdi. "Kim bu? Ko'zim og'riyapti", dedi Azima norozi bo'lib. Sardor qo'llarini shartta Azimaning ko'zlaridan oldi-yu, qo'lidagi milliy kiyimlar solingan beshalkani yulib olib yugurdi. Azima qo'rqib ketdi. Ko'zlarini pirpiratib Sardor tomon qaradi. Ko'zlari yaxshi ko'rmayotganidan qisilib ketgandi. Qiz qo'rqib ketdi. Sardor uning jaldiragan ko'zlari va qo'rquvini ko'rib kulib yubordi. Yigit ovozini eshitib Azimaning chehrasi yorishdi. "Sardor, senmi? Qo'rqib ketdim." "O'g'ri dedingmi?" "Hada, ko'zimni atay xiralashtirib olib qochdi deb o'yladim." Sardor hamon kular, gapira olmasdi. "Bu qo'ng'iroqlarimga javob bermaganing uchun jazo", dedi u kulgidan to'xtagach. "Vaqtim bo'lmadi, jinni. Yur, sevgi qaymoqqa", dedi Sardor. Azima hayron bo'ldi. "Nima? Muzqaymoqqa", dedi yigit qizdan ko'z uzmay. "Bir mazza qilib suhbat qilamiz. Mening boradigan joyim bor. 1 soatdan keyin ketishim kerak." "1 soat bor ekan-ku, 10 ta muzqaymoq yeyishga ulguramiz. Yur." Ikkalasi shu tariqa muzqaymoqxona tomon ketgandi. Sardor va Azima kulib o'tirar, musiqa tinmay yangrardi. Qiz sumkalari, kiyimlarini o'zidan sal naridagi stol ustiga qo'yib qo'ygandi. "Bu yerning muzqaymog'i ertalabdan kechgacha yesang ham joningga tegmaydigan ekan", dedi Azima. Shu payt ularning qarshisida Abror